Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. O'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyev o'zining janglarga qaytayotganligiga ishora qildi. Bu haqida Nursulton Ro'ziboyev o'zining Instagram sahifasi orqali ma'lum qilgan. U o'zining Instagram sahifasi Stories bo'limiga ushbu storiesni joyladi hamda 3 oydan keyin, ya'ni 3-oyda mening birinchi jangim bo'lib o'tadi. Bu yil 3 ta yoki 4 ta jang qilsam kerak, balki 5 ta ham bo'lib qolar. Ko'ramiz deb fikr bildirgan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev. Qadrli do'stlar, albatta bu yo'lda hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevni qo'llab-quvvatlagan holda hoziroq kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, befarq bo'lmang, yana bir o'zbekistonlik masxaraboz internetda Saturnga viza tashladi va bu juda katta sharmandalik bo'ldi. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev yaqinda bular to'g'risida fikr bildirgandi, ya'ni MMA assotsiatsiyasi qayerga qarayapti degan fikrlarni aytgandi. O'zbek bo'la turib o'zbekka yana viza tashladi. Marhamat do'stlar, videoni o'zingiz tomosha qiling. Bu shunchaki sharmandalik emasmi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Octagon Liga. Saturn. Senga viza tashlayman. Ajdorxa jangchisi Kung Fu Panda nimaga qodirligini ko'rasan. Samarqand, Poyloq. Qadrli do'stlar, yana bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Yaqindagina boks turniri bo'lib o'tadi. Ushbu turnirda Shohijahon Ergashev va Odilxon Kamolov ikkalasi bitta turnirda jang qiladi. Ya'ni ular jangga kelishib olishdi. Hamyurtimiz Shohijahon Ergashev va Odilxon Kamolov uchun bitta zo'r raqib topib berdi. Albatta do'stlar, ushbu janglarni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni tavsiya etaman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada qoldiraman. Hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamyurtlarimiz Odilxon Kamolov hamda Shohijahon Ergashevning janglarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtlarimizning yaqinlashib kelayotgan jangiga omad tilab qolamiz. Kommentariyaga hoziroq tushib, "Olg'a Shohijahon, olg'a Odilxon" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Bududing 2026-yilda ham ichiga kirib olding. Sen qatorlarning ikkita uchta balasi bu. Sen yuribsan hali ham osiltirib. Qachon uylanasan So'ta qo'zi? Sani 365 kun vaqting bor. Kuzga yoki qishga to'yda harakatini qilgin. Belda mahkam qilib, eqqa-beqqa borib vaqting suturali o'tkazmasdan to'yda harakatini qilgin. Men seni qo'shib qo'yaman, tushundingmi? O'zbekiston! Yangi yil muborak bo'lsin. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Qadrli do'stlar, mana shunday yangiliklar faqatgina bizning kanalda chiqadi. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plusdan uzoqlashmang.